Sahiddin Azizovich Ko'chiyev 1956-yil 24-martda Sirdaryo viloyati Guliston tumani kommunizm kolxozida tavallud topgan. 1973-yilda Gogol nomli maktabni, 1978-yilda Andijon paxtachilik institutini, 1988-yilda esa Toshkent oliy militsiya maktabini tamomlagan. Bir muddat qishloq xo'jaligi sohasida agronom bo'lib mehnat qilgan. 1979-yil noyabr, 1981-yil aprel oylari davrida Rossiyaning Baykal orti harbiy okrugi sport klubi harbiy qismida xizmat qilgan. O'zbekiston o'quvchilar Spartakiadasi chempioni, erkin kurash bo'yicha O'zbekiston yoshlar terma jamoasi a'zosi, sobiq SSSR sport ustasi maqomiga erishgan. 1981-yildan Jizzax shahar ichki ishlar bo'limi 2-son maxsus komendaturasi inspektori, 1986-1995-yillarda viloyat ichki ishlar boshqarmasi jinoyat qidiruv boshqarmasining mas'ul lavozimlarida xizmat qildi. So'ngra Jizzax shahar ichki ishlar bo'limi 2-sonli militsiya bo'limi boshlig'i, 1996-1997-yillarda viloyat ichki ishlar boshqarmasi jangovarlikda qo'llash otryadi komandiri, 1998-2006-yillar davomida viloyat ichki ishlar boshqarmasi xo'jalik bo'limi boshlig'i, o'quv markazi boshlig'i, Jizzax shahar ichki ishlar bo'limi qo'riqlash bo'limi boshlig'i lavozimlarida samarali xizmat qilgan. Qadrdonimiz Sahiddin Azizovich Ko'chiyev Jizzax haqiqati gazetasining mana shu sarg'ayib ketgan sahifasini 45 yildan beri mehr bilan asrab kelmoqda. Chunki bu gazeta sahifasi unga hayotining unutilmas voqealarini yodga solib turadi. 1981-yil iyun oyida Balli yigitlar sarlavhali maqolada Jizzax shahrida bo'lib o'tgan sportning dzyudo turi bo'yicha O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining chempionati yoritilgan. Chempionatga guvoh bo'lgan faxriylarimiz sport tadbirlarining juda yuqori saviyada tashkil etilganligini hanuzgacha faxrlanib gapirishadi. Zero viloyatimiz vakillari Temur Guchmazashvili, Albert Shokirov, Parda Shodmonov, Safar Xidirov, Sahiddin Ko'chiyevlar bellashuvlarda mutlaq g'olib bo'lishgan edi. Sahiddin Ko'chiyev ana shu musobaqa tufayli yaxshilarning nazariga tushib qoldi. Armiyada xizmat qilib kelgandan keyin Baxmal tumani markazida Usmon shaharchasida bir kursdoshim bor edi, do'stim To'ychiyev rahmatulloh. Shuni bir ziyorat qilaman deb Usmonga bordim. Qaytib kelyaptim. Jizzax avtostansiyasida taqdir taqozosi bilan ilgari ko'p musobaqalarda uchrashib yurgan Jizzax terma jamoasining katta murabbiysi Oqilov Karim akamizni uchratib qoldi. Yonida formadagi kishi bor edi. Ular bilan so'rashdik, u yoq bu yoq. Siz nimalar bilan baxtsizmi? Aytdim, armiyada Zabaykalya harbiy okrugida xizmat qildim, sport rotasida. Hozir qaytib keldim endi. Baka dam olyapman, hali ish boshlaganim yo'q. Keyin Karim akamiz aytdiki, Jizzaxda ichki ishlar vazirligining chempionati bo'ladi dedi. Bizga kurash bermaysizmi? Bizda xodimlarga yetishmayapti dedi. Kim aytdim, mayli dedim. Gap bo'lishi mumkin emas. Men aytdim, qachon musobaqa bo'ladi? Shu bir haftadan keyin musobaqa bo'ladi dedi. Oradan bir ma'lum vaqt o'tdi. Keyin menga aytishdiki, ichki ishlar idoralariga ishga o'tmaysizmi? Sizga bir hafta muhlat dedi. Tegishli hujjatlarni olib kelib kadrga uchraysiz dedi. Aytilgan vaqtda hujjatlarni tayyorlashib, aytishdiki, Yarulon Narbek shu suhbatiga kirasiz buyruqqa. Aytilgan kunda hammamiz yig'ildik. Yarulon Narbek qabul qildi meni. Suhbat o'tkazdi. Aytdi, "Polvon dedi, kurashingizni ko'rdik. Kuchlisiz dedi. Faqat kuchni dedi, kerakli joyda ishlating." Aytdim, "Yeso'da generallarning ishga qabul qildik dedingiz. Chiqishingiz mumkin" dedi. Men chiqib ketdim. Jinoyat odamlarga, jamiyatga ijtimoiy xavf soladigan illat. Jinoyat qidiruv xizmati xodimi bu illatga qarshi beomon kurashmog'i, mashaqqatlarni yengib o'tmog'i kerak. Bunda xavf-xatarlar, mushkul vaziyatlarga ro'baro kelishi bor gap. Tezkor xodim doim jangovar jismoniy, ruhiy tayyor bo'lishi va albatta sovuqqon aql va mulohazalar qilishi zarur. Jinoyat fosh etilmaguncha ularda halovat bo'lmaydi. Sahiddin Ko'chiyev ana shu tinimsiz yo'lda, behalovat makonda toblandi. Bu yo'lda to'g'rilik,
sadoqat va halollikni saodatga eltuvchi mayoq deb bildi. Bu sharafli kasbda qancha fidoyi xodimlar bilan yelkama-yelka bo'lib xizmat qildi. Hamkasblar olamdan o'tganda qalbi iztirob chekdi. Na iloj, yaratgan egamning taqdir bitiklari haq. Ko'p yillar ichki ishlar idoralarida ko'p insonlar bilan ishlashdik. Mana shulardan Yardullo Narbekov, Krivoruchka Nikolay Vasilyevich, Inomov Qayum Aripovich, Karimov Munavvar Abdurahmonovich, Yaxshilikov Nortoji Yaxshilikovich, Mullajanov Tohir Ahumovich, Murodov Ilhom Murodovich, Oqboyev Jamoliddin Jalolovich bular boshqarma boshlig'i lavozimlarida ishlab vaqtda men ham ular bilan ishlashga nasib qilgan. Jizzax shahrida ham ishlaganimda Eshonqulov O'sar Eshonqulovich edi, Qarshiboyev Qaynor Qarshiboyevich, Nosirov Asad Izzatovich, Sarmusoqov Asad aka, Mamatov Shakir Mamatovich, Qosimov Olimjon Yo'ldashevich, Husanov Erkin Abdurahmonovichlar bilan Jizzax shahar ichki ishlar bo'lim boshlig'i lavozimida ishlaganda ular bilan yelkadosh bo'lib ishlash nasib qilgan. Shu jinoyat qidiruv sohasida ishni boshlaganimizda juda ko'p narsani o'rgatgan bu Sadullayev Alisher, Grigoriy Abilovich Gayrian, Sattarov Abdurahim Vahabovich, Darmenov Abduvali Abdullayevich, Berdiyev Zarif, bizni eng yaqin do'stimiz, uzoq yillar juda qalin bo'lib ketgan Elmurodov Fayzmurod Sultanovich meni uchrashtirib shu martabagacha ko'targan bu insonlarning qilgan xizmatlari cheksiz. Men ularni hamisha yodda saqlab eslayman. Alisher Sadullayev, Zarifjon Berdiyev, Orif Ergashev, Hamid Ochilov, Kamol Salohiddinov, Ko'charboy Nazarboyev, Aleksandr Leshinsky, Azamat Fayzullayev, Salim Roziqov, Rustam Ahrorqulov, Sergey Ostapenko, Sadulla Izbasarov, Ayubxon Qulbekov, Fayzimurod Elmurodov. Alloh o'tganlarni rahmatiga olib, joylarini jannatda qilsin. Qo'ychiyev Safiddin Azizovichni tanishganimizga mana 45 yil bo'lyapti. Bir umr jinoyat qidiruv sohasida birga ishlaganmiz. Uning yaxshi fazilatlaridan birida bu uning birinchi navbatda uning ota-onasiga, aziz akaga, akalariga katta rahmat. Shunday qilib insonni tarbiyalagani uchun. Nima uchun deganda bu yerda qo'shimcha ravishda aytib kelish kerak edi. Sobiq Sirda bu erkin kurash bo'yicha sport ustozi bo'lgan. Bundaylarga kamdan kam uchragan insonlar. Uning insoniy fazilatlarini aytganligim bo'lsak, ajoyib inson. Mehribon, sadoqatli do'st, yaxshi inson deb bilaman. Shuncha yil birga ishlab, og'ir vaziyatlarda ham, qiyin vaziyatlardan ham hech qachon o'zini chekka urmagan. O'zining vaqti, hattoki sog'ligi, hattoki hayotini ham bu yerda tavakkal qilar edi. Bunday insonlar mana shuncha birga ishlab kelganman, men bilan birga ishlaganimga juda xursandman. Bunday insonlarni e'zozlash kerak doimo, qadriga yetish kerak. Mana pensiyaga chiqqan taqdirda ham qanday qilib, avval qanday qilib inson bo'lsa, yaxshi inson bo'lsa, hozirgacha shu davom etib kelmoqda. Bizlar mana shunday insonlar bilan ishlaganimizga g'ururlansak arziydi. Hech kimning dilini og'ritmagan haqiqiy inson. Birazdan ko'chada masalan, respublika Savtaziyevni tanisa, taniydi deb o'ylayman. Keyin inson birga ishlaganmiz. Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Nima deyman, insonni ajoyib inson, cheksiz hurmat qilamiz. Ustoz aytadigan otamdek ulug' deb. Haqiqiy ulug' insonlar. Ustoz sog' bo'ling, baxtimiz hamisha yuzlarga kiring. Hamisha shu bizlarga bosh o'yiring. Sahaddin Azizovich 2007-yildan buyon Beeline'da xizmat ko'rsatyapti. O'zini mas'uliyatli, muomalali xodim deb ko'rsatgan. Qo'riqlash
xizmatini juda mas'uliyat bilan olib boradi hamda o'zimizga bir bosh bo'lib qandaydir chora-tadbirlar bo'lsa ham, to'ylar bo'lsa ham oldimizga o'tib bizni boshlaydilar. Biz hammamiz kollektiv nomidan Saxadin Azizovichga omadlar, ishlarida omad tilaymiz, hayotida baxt, saodat tilaymiz, uzoq umrlar ko'rsin. Saxiddin Ko'chiyev yaxshi, mehrli inson. Ustoz turk qardoshlarimiz avlodidan. Mana shu ota zaminda yashab, yurtga sadoqat bilan xizmat qildi. Hurmat, e'tibor topdi. Uy joyi Jizzax shahri Do'stlik mahallasida. Havas qilgudek oilasi bor. Turmush o'rtog'i, kasbi o'qituvchi bo'lgan Malika Mahiddinovna bilan 35 yildan buyon baxtli yashab kelmoqda. O'g'li Kemran vrach, neyroxirurg, qizi Emina rus tili o'qituvchisi. Ustoz Saxiddin Ko'chiyev mana shu dorilamon kunlarga yetkazganiga Allohga behisob shukrlar qiladi. Qani orzu havaslari ko'p. Allohim shu oilaga baxt, saodat, yaxshiliklarni ato etaversin. يعلم بين أيديهم وخلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يخلق كرسيه وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Allohim shu qilingan ihson dasturxonidan kelgan savoblarni, o'qilgan Qur'oni Karimdan keltirilgan salovatlarni savoblaridan avvalambor ikki dunyoning sarvari payg'ambarimiz janobi Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga, ya'ni o'tgan payg'ambarlarga, ularning sahobalariga, ularning ahli oilalariga, o'tgan aziz avliyo va anbiyolarga, xususan mazhab boshimiz Imom A'zam rahmatullohi alayhiga, jami o'tgan a'zamlarga, dinimizga, yurtimizga peshvolik qilib o'tgan marhum yurtboshlarimizga, shularning qatorida mana shu duoga qo'l ochib omin deganlardan o'tganlariga, otalarimizga, ota avlodlarimizga, onalarimizga, ona avlodlarimizga, mana shu xonadondan umidvor bo'lgan barcha arvoh ruhlariga his-tabillo baxshida qildik. Shularning qatorida hamkasblarimiz, mana shu ichki ishlar idoralarida ishlab, uzoq vaqt ishlab, nafaqaga chiqib qaytish qilganlarga, xizmat vaqtida qaytish qilganlarga barchasiga his-tabillo baxshida qildik. Barchalarining joylari jannatdan bo'lsin, go'rlari to'la nur, oxiratlari obod bo'lsin. Alhamdulillahillazi atamana va saqana va jalana minal muslimin va alhamdulillahi robbil alamin. Rabbina atina fid dunya hasanah va fil akhirati hasanah va qina azaban nar. Sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi ashabi ajmain rahmatka ya rahman. Mana shunday o'qish kerak. Soxta akamiz eng komandirlar ichida eng zo'ri bo'lganda. Eng ko'p biz bilan ishlashgani ham shu kishi bo'lgan o'zi. Yaxshimi yerda tirik guvohda bu binomiz. Ancha ishlash Soxta akam bilan. Soxta akamni umriga umr qo'shilsin. Ko'p yillar boshimizda duo go'yimiz o'yirsin. Hali ham ustozlik qiladi. Yig'ilish, yig'ib turadi. Juda sportsmenlarni yaxshi ko'rardi. Bu yerda spes gruppada hammamiz sportsmen edik. Biz bilan birday yuguradi. Biz bilan birday trenirovka qiladi. Hamma mashg'ulotda o'zi bizga bosh qo'shadi-da. Ertalabki podyum, kechqurungi atletikacha umuman tinim bermasdi. Futbol o'ynardik. Jangovar qoligidan musobaqalarga birga borib kelardik, qo'l jangidan. O'ta mehribon, o'ta yaxshi odam. Yangiobodda Balandchaqirda birga yurganmiz. Men komandirman deb xonada o'tiravermasdi. O'zi biz bilan chegara yuraverardi. Birga borib, birga qaytib kelaverardi, peshkom o'zi yurardi biz bilan. Bu yerda bir mashg'ulotimiz bo'lgan. Yili esimda yo'q. Mana shu bazadan chiqib Dashtobodgacha mashq bo'lsak bo'lgan. 2 kilometr bu.
Soxtaga o'zi biz bilan bosh bo'lib, mashinada ketmay, biz bilan peshkom ketgan. Mashinada o'zi qatnashgan. Bosh bo'lgan. Qo'l jangi bo'yicha buni respublikalarga, mijnoriy turnirlarga falan hamma har doim birga borardik. O'zi tayyorlardi. O'zi tayyorlardi hamisha oliy o'yinlarda olib kelardik. Hech qachon tayyorgarliklarda o'zi men komandirmada o'tirmadi, boshqalarni o'zi bosh bo'lib, boshimizda turib, nimalarni o'rgatib, o'rgatardi. O'zimizda o'sha vaqtlari bittasi O'rozaliyev Ulug'bek, Mustafoyev Amir, Jo'rayev Rustam Sveshidan, Nodirov Shamsi bor edi. Furqat bor edi mana. Furqat bor edi. O'zi chiqib turadi. Hozir ham xizmatda. Hozir vaqtda ham xizmatda. Furqat. İlyos degan ukalarimiz bor edi. Olmat Ilyos. Soxtaga ustoz umringizga umr bersin. Bu yoshlar yana ikkitasi, uchtasini ko'radi. Allohingiz baxtiga sog' omon bo'ling, qancha o'ziring. Hamisha sog'lik, salomatlik, ishlaringizda omon. Sog' bo'ling Soxtaga. Tabriklaymiz. Men shu inson bilan birga ishlaganimdan bu inson mana ichki ishlarda butun umrini ichki ishlarga sarfladi. Jinoyat qidiruvida ishladi, spetsnaz komandiri bo'ldi. O'rtada biz bilan ishladi. Bizga shahar ichki ishlar bo'limi huzurida qo'riqlash bo'limi boshlig'i bo'lib ishladi. Bu insondan juda ko'p narsa oldik biz. Bu inson o'z ishiga vafodor, oilasiga vafodor. Bizga shunday tarbiyalab berdiki, har doim bizni boshimiz biriktirib yurgan odam bular shu. Endi baribir odamda ayblarimiz bo'ladi, lekin shu ayblarimizni ham borib o'zlari borib to'g'rilab, bizni to'g'ri yo'lga solgan. Shuni orqasidan kelib bir kun bo'lib o'zimizdan bir kun shahar boshlig'i bo'ldik. Bu hammasi Soxtaga ustozi tarbiyasidir. Bu inson mana hozir ichki ishlar faxriysi, undan tashqari jinoyat qidiruv farda kengash raisi, qayerda to'ymi, ma'rakami, ta'ziyami bosh bo'lib yuradi. Bizni bosh bo'lib o'zi olib yuradi. Hozirgacha ham olib yuradi. Ustoz, men o'ylayman, ustoz shunday bo'ladi deb o'ylayman. Shuning uchun Soxtagani mana shu 70 yoshlik yubiley bilan butun mana shu ichki ishlar faxriylari nomidan, qo'riqlash bo'limi rahbarlari, mana shu birga ishlab turgan hamkasblar nomidan bu insonga mana shu hozir 70 yosh, hali ham yosh deb yuradi, sportsmen odam. Bu insonni yana bitta ishlarni aytib ketsam, ichki ishlarga mana shu o'tish davrlarida ham sport bilan bizga trener bo'lgan, kurash bo'yicha. Ana shu vaqtdan beri tanishimiz mana 30 yildan oshib ketdi, 35 yillar bo'ldi tanishganimizga. Shu odamdan hali ham biz o'rganamiz. Oilasini juda hurmat qilaman, yangamni, farzandlarini. Hozir ham yaqinmiz. Har doim birga yuramiz, bizga bosh bo'ladi. Shu insonga mana shu rahbarlarimiz nomidan, hamkasblarımizdan bu insonga mustahkam sog'lik tilayman, oilasiga farovonlik tilayman. Nimaki yaxshi niyat bo'lsa, niyatlariga yetaversin. Har doim bizga mana shunday ustoz bo'lib, bosh bo'lib yursin. Minnatdormiz shunday ustozlardan. Soxtaga sizga sog'lik, salomatlik, uzoq umr, baxt, saodat, yaxshi kunlaringiz ko'p bo'lsin. Mana shu yaxshi kunlaringizda, to'ylaringizda bor xizmat qilish bizga nasib etsin. Xursandman. Butun mana shu qo'riqlash xodimlari, rahbarlari nomidan, o'zimiz faxriylar nomidan tabriklayman ustoz. Doim sog' bo'ling ustoz. Qanday samimiy tabriklar. Omon bo'ling. Boringizga shukr qadrdonlar. Bu borliqning charxpalagi aylanaveradi. Vatanga, xalqqa xizmat qilishdek muqaddas ishlar davom etaveradi. Ustoz Ahmadxon Obidxonovning she'ridan iqtibos keltirgim keldi. Odamzotning ko'rki oqibat, intiq jonni bir bora ko'ring. Sizdan ko'pmas kutgani faqat mehringizdan bir chimdim bering. Ustozni yana bir bor tabriklab qo'yay. Sahiddin dada, biz seni çok seviyoruz, çok hurmat ediyoruz. Har doim sog' bo'ling, var bo'ling. Size Allah uzak ömürler versin.